xorlik qachongacha davom etadi? Tarix bu millatning qonli kechmishi, xotirasi va ertangi kunining yo'l xaritasidir. Lekin biz tarix deganda sanalar va hokimiyatlar almashinuviga cheklanamiz. Tarixni o'rganamiz, lekin undan yetarlicha xulosa chiqarmaymiz. Tarix jamiyatlarning, xususan Markaziy Osiyoning keyingi harakatlarini belgilab beruvchi omil bo'lmog'i lozim. Avvallari bir millatni bosib olish, qo'shin tortish, qirg'in qilish, millat ziyolilarini qatag'on qilish bilan bo'lgan bo'lsa, bugungi bosqinchilar axborot propagandasini qo'llash orqali ta'sir o'tkazmoqchi bo'ladi. Bir emas, ikki biqinidan kaltak yeb, alamini boshqalardan olayotgan mushtumzo'rdek. Rus propagandasining bunga o'xshash bayonotlari bu bilan cheklanmaydi. Jurnalistlardan tortib siyosatchilarigacha bu jirkanch ozuqa bilan to'yintirilgan. O'zini rus tarixchisi deb o'ylaydigan Smolin, inqilobgacha o'zbek millati bo'lmagan desa, faylasufi O'zbekistonning mavjudligini inkor qilmoqda. Yo'l va vositalar o'zgaradi, lekin maqsad va qabih rejalar o'sha-o'shaligicha qoladi. Ming afsuski, hozir ham jamiyatimizda SSRni qo'msaydigan, narx-navosi uchun o'z xorligiga rozi bo'ladiganlar ham yo'q emas. Sovet vaqtida boshqacha edi. Bizlar endi bu как deydi ruschasiga nostalgiya. Sovet davrini sog'inasizmi? Sog'inaman. Sovet davrini sog'inasizmi? Qaytib kelsin deyman shu narsalar. Ana işte. Ular aytmaydiki, xalq qanday musibatlarni boshdan kechirdi. Qanchadan qancha millat g'amida bo'lganlar qatl etildi. Paxta dalalarida oftob ostida ishladi. Bu oq oltinimiz emas, qulligimiz edi. Eng qizig'i, o'zimiz yetishtirgan paxtadan bizni qullikda saqlayotganlar uchun formalar tikdik. O'sha vaqtlarda bizning ellar boshqalar iqtisodiyoti uchun resurslar manbaiga aylanmadimi? Yo'q. Bularni gapira olishmaydi. Chunki ular jig'ildon uchun vatanni sotganlardir. Bugungi kunda Rossiyada 2 milliondan ortiq o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Ular o'z yurtini tashlab chiqishga majbur bo'lganligi ruslarning qullik munosabatda bo'lishiga, ikkinchi nav odamlardek muomala qilishiga undamoqda. Holbuki urush yillari millionlab ruslar ochlik va o'limdan qochib qayerga kelgan edi? Aynan bizning yurtlarga, O'rta Osiyoga emasmi? Kim ularga millatchilik qildi? Balki hammaga birdek g'amxo'rlik qilmadimi? Bizning uyimiz ular uchun boshpana, nonimiz najot bo'ldi. Bugun esa ular bizga qul deb murojaat qilmoqda. Bolalarini bag'rimizga oldik. Bugun esa ular bizning qobiljonlarimizni millat uchun tig'dan o'tkazmoqda. O'lim bilan tugayotgan reydlar, urushga majburan yuborilayotgan yurtdoshlarimiz, rus millatchilari qo'lida qurbon bo'layotgan bolalarimiz. Bu voqealarga nari borsa vazirlik rasmiy nota bilan munosabat bildiradi. Bu birgina ishni deb ittifoqdoshimizni ranjitmaymiz dersiz. Lekin bu birinchisi ham emas-da. Bunga o'xshash biz bilmagan qanchadan qancha beshafqatlik va xo'rlashlar bor. Bular faqat Rossiyaga xos holat emas. Bugun hatto o'zini inson huquqlari himoyachisi deb ko'rsatadigan AQShda ham immigratsiya tomonidan olib borilayotgan reydlar jamiyatda keskin norozilik uyg'otmoqda. Demak, muammo bir davlatda emas, kuchlilar zaiflarni bosishni qonun va propaganda bilan oqlayotgan global tartibda. Bugun hatto eng yaqin ittifoqchilar ham manfaatlari uchun bir-biridan yuz o'girmoqda. Biz ham ittifoqchilarimizga tayanib, ularga bog'liq ekanligimizni bildirib o'tiraversak, ertaga ular bu yerlarni o'zinikidek his qilib, erkin harakat qila boshlaydi. Biz bu bilan Rossiyadan yoki Xitoydan yuz o'girib, g'arbga tobe bo'laylik demoqchi emasmiz. Bu yomg'irdan qochib do'lga tutilish-ku. Bugun Yevropaning o'zi ham qiyin ahvolda. Tashqi kuchlarga suyanish qimmatga tushishligini anglab yetmoqda. AQShning Grenlandiyaga bo'lgan munosabati shuni ko'rsatadiki, endi ittifoqchilik ham kafolat emas. Dunyo tartibi xalqaro huquqni bir chetga uloqtirmoqda. Kuch va manfaat hal qiluvchi omilga aylangan. Bu avvallari ham parda ortida bo'lib kelgan. Lekin qandaydir 8 dan ortiq mojaroni to'xtatganligini, bu bilan Nobelga haqli ekanini da'vo qiladigan shoumen harakatlari bunga yashil chiroqni yoqdi. Aynan mana shu yerda AQSh o'zining tarixiy hujjatini, Monroe doktrinasini ro'kach qilib, bosqinni qonuniylashtira boshladi. Bu harakatlardan cho'chqaboqarlar ham ilhomlandi. Ko'p gapdan nima naf? Bizningcha bu voqealar kelajakdagi qadamlarimizni belgilashga yetarli. Dunyo tartibi tobora o'zgarib, o'rmon qonunlari avj olayotgan zamonda yashab qolish uchun nimalarga e'tibor qaratmog'imiz kerak? Avvalo, tarixga rivoyat emas, tajriba maydoni sifatida qaramog'imiz darkor. Aynan shu metod orqali siyosatda, ijtimoiy sohada, hatto harbiy strategiya va iqtisodiyotda rivojlanishga erishish mumkin. Millatlarning tanazzulga yuz tutishining asosiy sababi tashqi dushman emas, balki ichki befarqlik, fikrsizlik va xorlikka ko'nishdir. Согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. Все, суверенитет закончен, национальные государства отошли в прошлое, это мусор.
проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. Bugun bu gaplar jurnalistlar va faylasuflari tomonidan aytilayotgandir. Lekin bu amalga oshishi mumkin bo'lgan mafkuradir. Bo'lib tashla va hukmronlik qil. Shunda boshqarish oson bo'ladi. Ular nafaqat yerlarimizni, balki birligimizni ham bo'lib tashlashdi. Bugun yana avvalgidek qullik, xorlik, bo'linish boshimizga tushmasligi uchun biz O'rta Osiyo xalqlari birlashishimiz va tarixdan yetarlicha xulosa chiqarishimiz kerak.